Salom ommaga ushbu kraska haqida ozgina ma'lumot berib o'tmoqchiman. Biz 4 xil 5 xil kraska bilan ishlaymiz asnonoy. Prolin bu kraska ham juda ham zo'r, idealniy. Bu kraska bilan ham 4 yil 5 yildan beri ishlab kelyapmiz biz. Buni nima qulaylik xislati desanglar, vali bilan krasить qilsanglar ham umuman stenali plastit qilmaydi. Juda ham zo'r, super. Biz mana kraskalarimiz savolli. Venchik bilan bir aralashib olamiz kraska pult bilan dalsha kraska sepishni boshlaymiz. Kecha biz kraska bo'lgan joylarni grunt kraskamiz bilan hamma yog'ida o'tib chiqdik, pulzator bilan sepib chiqqanmiz. Stenalarimiz tayyor kraskaga. Nasib bo'lsa rezultatni ko'ramiz. Sog'lom bo'linglar, charchamanglar, o'zlaringizni asranglar. Salom ommaga ushbu kraska haqida ozgina ma'lumot berib o'tmoqchiman. Biz 4 xil 5 xil kraska bilan ishlaymiz asnonoy. Prolin bu kraska ham juda ham zo'r, idealniy. Bu kraska bilan ham 4 yil 5 yildan beri ishlab kelyapmiz biz. Buni nima qulaylik xislati desanglar, vali bilan krasить qilsanglar ham umuman stenali plastit qilmaydi. Juda ham zo'r, super. Biz mana kraskalarimiz savolli. Venchik bilan bir aralashib olamiz kraska pult bilan dalsha kraska sepishni boshlaymiz. Kecha biz kraska bo'lgan joylarni grunt kraskamiz bilan hamma yog'ida o'tib chiqdik, pulzator bilan sepib chiqqanmiz. Stenalarimiz tayyor kraskaga. Nasib bo'lsa rezultatni ko'ramiz. Sog'lom bo'linglar, charchamanglar, o'zlaringizni asranglar. Salom ommaga ushbu kraska haqida ozgina ma'lumot berib o'tmoqchiman. Biz 4 xil 5 xil kraska bilan ishlaymiz asnonoy. Prolin bu kraska ham juda ham zo'r, idealniy. Bu kraska bilan ham 4 yil 5 yildan beri ishlab kelyapmiz biz. Buni nima qulaylik xislati desanglar, vali bilan krasить qilsanglar ham umuman stenali plastit qilmaydi. Juda ham zo'r, super. Biz mana kraskalarimiz savolli. Venchik bilan bir aralashib olamiz kraska pult bilan dalsha kraska sepishni boshlaymiz. Kecha biz kraska bo'lgan joylarni grunt kraskamiz bilan hamma yog'ida o'tib chiqdik, pulzator bilan sepib chiqqanmiz. Stenalarimiz tayyor kraskaga. Nasib bo'lsa rezultatni ko'ramiz. Sog'lom bo'linglar, charchamanglar, o'zlaringizni asranglar.